O'shqodan oshirib ishdan kelganlar namozda ishtanni turib olamdi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Ko'p qism olimlar takabburlik bo'lmasa, ishtanni o'shqdan oshirib kiysa durust bo'ladiganligiga fatvo bergan. Hamda namoz o'qiganda ishtanni turib olay desam, payg'ambar alayhisalomning "Men 7 a'zo bilan sajda qilishga va kiyim-kechakni turmaslikka va buyurildim" degan hadisini ko'rib qoldim. Agar ishtanni turmay shu peti o'tay desam, Alloh taolo o'shqdan oshirib ishdan kiyib namoz o'qigan odamning namozini qabul qilmaydi degan hadisni ko'rib, zada qanday qilishni bilolmadim. Alloh taolo ilmlarini ziyoda qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Izarga ishdan qatorliq kiyimlar qiyos qilinadi. O'shqdan oshirib izar kiyish hukmi to'g'risida siz bayon qilgandek ikki xil qarash bor. Namozning ichida yoki sirtida bo'lsin, takabburlik bo'lmagandan harom bo'lmaydi degan qarash kuchli bo'lib, bu qarash bo'yicha ish qilgan bo'lsangiz, namoz o'qiganda kiyimlarni turib olishga bo'lmaydi. Chunki siz bayon qilgan sahih hadis bo'yicha kiyimlarmi sajda qiladi. Buningga asosan ishlarni turmay shu peti o'qiyversangiz bo'ladi. Endi Alloh taolo izarni uzun qilib olgan odamning namozini qabul qilmaydi degan hadisning sanadida Abu Ja'far degan bir noma'lum kishi bo'lganlikdan, yana mudallis bir kishi bo'lganlikdan, yana an'ana qilib rivoyat qilinganlikdan hadisshunoslar bu hadisni ojiz deb baholagan. Imom Muziri dedi: "Buning sanadida Abu Ja'far degan madinalik bir kishi bo'lib, u noma'lumdir." Navoda u hadisni Hasan deb qaragan taqdirdami, u hadis izarni takabburlik bilan o'shqidan oshirib olgan holatda namoz o'qigan kishiga qarta deyilgan desak bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashunda holatda namoz o'qigan odamni ko'rgan chaqda uningga tahorat bilan namozini qaytarishni tabolab shundoq degan. Chunki namoz degan xushu holati bo'lg'achqa takabburlik qilib kiyimini o'shqidan oshirib olish buningga zid keladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 55-nomerlik fatvo.